Ushbu video lavhada qanday qilib kursimiz uchun onlayn ro'yxatdan o'tish kerakligini ko'rsataman. Kursimiz English for Mining Professionals deb ataladi. Ya'ni bu konchilik sohasidagilar uchun ingliz tili degani bu maxsus kurs. U Massive Open online kurs hisoblanadi. Ya'ni bu degani jamoaviy ochiq onlayn kurs. Hamma qatnashishi mumkin. Sizga havola turli xil yo'llar bilan yetib borgan bo'lishi mumkin. Birinchisi mana bunaqa flyer orqali yetib borgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi sizga rasmiy xat bilan chiqishgan bo'lishi mumkin. Rasmiy xat bilan chiqishganda ham xatda o'sha ilova qilinadi havola. Yoki uchinchisi Telegram orqali olgan bo'lishingiz mumkin. Uchala holatda ham bir xil havola ishlaydi. Mana bu link. Mana shuni ustiga bossak, ro'yxatdan o'tadigan sahifa ochiladi. SurveyMonkey da ochiladi bu. Masalan, mana kursda oti bor. Savollarga javob berib chiqsak kifoya. Masalan, ismim Shokirjon. Ikkinchi savolda hamma o'zini emailini kiritish kerak bo'ladi. Iltimos, agar sizda email bo'lmasa yoki email orqali qandaydir qilib bog'lanishni bilmasangiz, biz bilan aloqaga chiqsangiz, siz uchun vaqtinchalik email ochib beramiz. Xo'p. Mana emailim mana bunaqa shokirjon.life@gmail.com. Hamma o'zini lavozimini kiritadi. Masalan, men assistent bo'lib ishlayman. Agar siz qaysidir tashkilotda boshqa lavozimda bo'lsangiz, o'sha lavozimni kiritasiz. 4-savolga javob esa sizda muassasangizning nomi. Masalan, meniki Texnologiyalar universiteti. Siz o'zingizda muassasangiz nomini kiritasiz. Keyin mana bu yerda Telegram guruh uchun link berilgan havola. Shuni ustiga bossangiz, siz Telegram guruhiga qo'shilib olasiz. Menimcha, bunday qilishda hamma eplasa kerak. Bu yerda belgi qo'ysak, send me a copy of my response va email degani, mana bu yerda o'zingizda emailni qaytib qo'ysangiz, siz bergan javoblarni sizga o'zingizga nusxasini yuboradi. Oxirgi vazifa done degan tugmachani bosishimiz kerak. Keyin siz mana bunaqa sahifaga chiqasiz. Mana bu yerda sizda ismi sharifingiz keltirilgan bo'ladi. Misol uchun hurmatli Shokirjon, rahmat, siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Kursga yozilganingizni tasdiqlovchi elektron pochta xabarini bir ish kuni ichida olasiz. Ya'ni sizga email, siz ko'rsatgan emailga bir ish kuni ichida xabar keladi va o'sha yuborilgan xabar orqali siz Keng Canvas platformasiga kirsangiz bo'ladi. MOOC 2026-yil 15-fevralda boshlanadi. 15-fevraldan oldin MOOC platformasiga, ya'ni Canvasga kirib, boshqa ishtirokchilar bilan muloqot qilishni boshlashingiz mumkin. Agar sizda biron savol bo'lsa, iltimos Gina Asalan bilan Gina emaili keltirilgan manzili orqali bog'lanishingiz mumkin. Bu yerda endi rus tilida, bu yerda ingliz tilida, bu yerda o'zbek tilida, bu yerda rus tilida. Menimcha hamma tushundi. Agar kimdadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, iltimos Telegram orqali bog'laning. Rahmat.